Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda virtual kassadan foydalanish tartibini o'rganamiz. Ushbu kassadan foydalanishdan oldin dastur e-post tizimiga integratsiya qilingan bo'ladi. E-postning sayti quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Sayt oxirida esa uning adresi, ma'lumotlari, bog'lanish uchun elektron pochta hamda call center telefon raqamlari ko'rsatib o'tilgan. Virtual kassaning sozlamalari quyidagi tartibda sozlanadi. Buning uchun dastlab sozlamalar bo'limidan дополнительные настройкаga o'tiladi va bu yerdan virtualniy kassaning настройка qismiga o'tiladi. Eslatib o'tamiz, virtual kassa sozlamalari to'liq kiritilishidan oldin smena ochiq yoki yopiqligini nazorat qilish. Ochiq bo'lsa, avval uni yopish zarur. Negaki virtual kassa ishga tushirilgach, umumiy smena ochilgan vaqtning o'zida unda ham smena ochiladi. Ko'rib turganingizdek, smena yopiq. So'ngra esa bu yerda mavjud ma'lumotlar asosida kompaniya nomi, uning manzili, INN raqami uchun joylar to'ldiriladi hamda registratsionniy nomer qismidagi получить tugmasi bosiladi va bunda ushbu kassa uchun raqam beriladi hamda mana bu yerdan chek printer qog'ozining o'lchami tanlab olinadi. So'ngra MXIK za обслуживание qismiga ko'rsatiladigan xizmatning soliq tizimidagi MXIK, ya'ni 17 xonali mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodi kiritiladi hamda u tasnim.soliq.uz saytidan olinadi. Agar bu yerga kerakli raqam kiritilmay bo'sh qoldiriladigan bo'lsa, dastur oplata chekini virtual kassa bazasiga qo'sha olmaydi. Hozirda bu oynadagi mavjud ma'lumotlar va raqamlar sinov uchun kiritilgan. Virtual kassadan foydalanmoqchi bo'lgan mijozlar o'zlarida mavjud boshqa ma'lumotlarni kiritishlari zarur. Keling shuni saytdan olib topib kiritamiz. Buning uchun saytga kirib olamiz. Saytga kirganimizda uning ishchi oynasi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda qidiruv paneli mavjud. Shuningdek, bazaga kiritilgan mahsulot va xizmatlar miqdori hamda bu yerda elektron katalog mavjud. Biz esa hozir bu yerdan обслуживание uchun qo'shilgan MXIKni topib olishimiz zarur. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek boshqa xizmatlar, umumiy ovqatlanish shoxobchalarida servis xizmati degan guruh mavjud. Shu yerdan qidirib topishimiz mumkin. Mana bu guruhda ovqatlanish shoxobchalaridagi turli xil xizmatlar uchun MXIK kodlar mavjud. Biz esa hozir bu yerdan birinchisini belgilab olamiz hamda uni virtual kassa настройкasiga kiritamiz. So'ngra tepadagi использовать qismiga galishka qo'yib, bu yerni saqlanib qilamiz. Bu oynadan ham saqlanib qilib chiqib ketiladi. So'ngra smena ochib olinadi. Smena ochilgandan so'ng virtual kassa ishlayotgan yoki yo'qligi tekshirib olinadi. Buning uchun Z-отчетga kiriladi. Va bunda quyidagicha oyna ochiladi. Bu oynada terminal ID'si, ochilgan smena bo'yicha X hisobot raqami hamda uning ochilgan vaqti to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Cheklar, to'lovlar va boshqa shu kabilarning hammasi nol holatida bo'ladi. Negaki smena endigina ochilgan. Endi esa stollarga kirib zakaz qabul qilib, ularga oplata qilib ko'ramiz. Hamda shu zahoti JetCafe dasturi chiqargan oplata cheki bilan bir vaqtda virtual kassa orqali ham chek chiqadi va ular mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bunday vaziyatda ortiqcha sarf xarajat qilib ikkita chek chiqarmaslik uchun bulardan bittasini, aniqrog'i JetCafe dasturi chek chiqarishini o'chirib qo'yishimiz mumkin. Va shundan so'ng oplata qilganda faqatgina virtual kassaning cheki chiqadi. Endi esa yana bir marta zakaz qabul qilib, unga oplata qilib ko'ramiz. Lekin bunda noto'g'ri MXIK kiritilgan tovarga ham zakaz beramiz. Oplata qilingandan so'ng esa ko'rib turganingizdek JetCafe dasturi chiqaradigan oplata cheki chiqmadi, lekin dasturda mana bunaqa oyna paydo bo'ldi. Ya'ni bu yerda virtual kassaga jo'natilishi kerak bo'lgan chekda kod IKPU bilan muammo mavjud. Shu sababli ham ushbu chek virtual kassaga jo'natilmay qolgan. Buni esa Z-отчет orqali ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek ushbu chek summasi bo'yicha ma'lumot X hisobotga qo'shilmagan. Ba'zi sabablarga ko'ra tizimda nosozlik bo'lib, cheklar virtual kassaga jo'natilmay qolgan taqdirda ham ular asosiy bazaga saqlanadi. Bunda отчет va zakaz ham orqali ular qayta bosib belgilangach, e-post tizimi ishlagan vaqtda ular qayta yuboriladi. Shuningdek, pechat tugmasini bosib ushbu hisob haqida ma'lumotni chop etishimiz mumkin. Endi yana bir marta zakaz berib ko'ramiz.
Bundan tashqari kun davomida virtual kassaga kiritilgan va kiritilmagan cheklar ro'yxatini ham ko'rib borish mumkin. Buning uchun отчет bo'limidan отчет по заказimga o'tiladi. Hamda bu yerda dastlab kerakli vaqt oralig'i belgilab olinib, показать tugmasi bosiladi. Va bunda shu vaqt oralig'idagi zakazlar ro'yxati paydo bo'ladi. Ustilar oxirida esa ofida ustuni mavjud va bu yerda galochka qo'yilgan zakazlar virtual kassaga qabul qilingan. Galochka qo'yilmagan zakazlar esa virtual kassaga qabul qilinmagan hisoblanadi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra virtual kassaga jo'natilmay qolgan zakazlarni ham bu yerdan jo'natish mumkin. Buning uchun ulardan birortasi belgilanadi hamda tepadagi virtualniy kassa tugmasi bosiladi. Hamda bu yerdan отправить tugmasi bosiladi. So'ngra unga taalluqli ma'lumotlar ushbu oynada paydo bo'ladi. Pechat tugmasi orqali esa ushbu chekni chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Ofida ustunida ushbu zakazga galochka qo'yilmay qoldi. Buning uchun показать tugmasini bir marta bosib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek galochka paydo bo'ldi. Endi buni galochka qo'yilmagan boshqa zakazda sinab ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda xatolik mavjud deb oyna ochildi. Shuning uchun ham bu zakaz jo'natilmay qoldi. Buning uchun dastlab kerakli tovarning nastroykasiga o'tilib, undagi kod ekbu qismiga to'g'ri formatdagi mixik yoziladi. Va shundan so'ng u bo'yicha zakaz qabul qilinganda chek virtual kassaga jo'natilishi mumkin. Kun yakunida smenani yopganimizda esa virtual kassa orqali avtomatik tarzda ushbu smenadagi X hisob haqida ma'lumotning cheki chiqadi. Shuningdek, ofida ustunida boshqa ustunlar kabi filtratsiya mavjud. Bunda ushbu kolonkacha orqali unga kiriladi hamda filtrs qismiga o'tiladi. Bu yerdan esa mana bu tugma bosilganda unchecked hamda checked, ya'ni tekshirilmagan hamda tekshirilgan degan filtratsiyalar mavjud bo'ladi. Biz hozir checkedni, ya'ni tekshirilgan degan filtratsiyani belgilaymiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda faqatgina virtual kassaga qabul qilingan, ya'ni ofida ustunida galochka qo'yilgan zakazlar ro'yxatigina paydo bo'ldi. Shu tariqa virtual kassadan foydalanish mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.